Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, do'stlar. Jon Ajam ovoz bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar programmasiga xush kelinglar. Men bugun bu program orqali barliq Uyg'ur Yevropa ansambli a'zolari nomidan bu programni ko'rayotgan, bizni qo'llab-quvvatlayotgan va bu gapni tushunib anglayotgan ajnabiy do'stlarimga cho'nqur yurakdan salom yo'llayman. Onun sırt hazır mana yetib kirdi. Yetlik salonimizni Uyg'ur Yevropa ansambli nomidan YouTube'da, Instagram'da yolladık. Bu yerda tekrardan yetinglar mübarek olsun. Allah halı sağlıklar bilan, qo'lim qo'shlar bilan chet elda bo'lsin yaxshi yetlishib, ko'nglimiz xo'shal-xo'ram o'tgan bo'lishini umid qilaman. Balkim ba'zan oilalarimiz, ba'zan do'stlarimiz bo'lishi mumkin, yolg'iz yashayotgan shaharlarda, davlatlarda yolg'izlik tatib qolgan. Ularga men cho'nqur salom yo'llayman. Bo'lsa, bu yillarda keyingi yillarda kelasizlar, Norvegiyaga taklif qilaman. Amsa har programmada o'tkazib kelayotgan sizlar go'zal insonlar uchun bugunning go'zal so'zini huzuringizga sunsam, yaxshi ko'rib anglashlaringizni umid qilaman. Hayot, ey hayot. Bu yo'l, bu safar nega? deb yozibdi bir shoir. Bu yashash safaringda atgan qadamlaring seni nega akitib bordi? O'ylab baqdingmi? Qaysi shamol tarpiga, qaysi nishon qarab ketib borsa? Buncha bo'la tirishchanlik, buncha bo'la emgak va ishlatgan vaqting, kuching aslida nima uchun? Bu savollar ustida turib o'ylab baqdingmi? Mencha biz bu savollar ustida biroz vaqt sarf qilib, buni o'ylab ko'rganimiz nihoyatda qimmatli deb o'ylayman. Chunki yashaganlarimizning, yashayolmaganlarimizning bir ma'nosi bor. Biz faqat tanlaganlarimizga va tanlay olmagan yo'llarimizga qarasak, nimalarni yo'qotib va nimalarga erishganligimizni bilamiz. Qani hamsa asosli mazmunga qaytib kelsak, bugunning ya'ni san'atkorlar programmasining 6-bo'limidagi huzuringizga sunmoqchi bo'lgan mehmonim yana Uyg'ur Yevropa ansambli a'zolaridan Nadira Shavkat. Men Nadirani bizning usulchimiz bilan bilma, boshqa qanday hunarlari bor, nimalarni biladi, nimalarni yashab o'tdi, bir anglab ko'rsak. Qani bir ekranga chaqirib baqay. Assalomu alaykum Nadira, qanday ahvolingiz? Yaxshi turamsiz? Alaykum assalom Ömürcan, yaxshi. Sizni ko'rib pek xush oldum. Va uyingizning dekoratsiyonlari nihoyat chiroyli. Ko'rsataymiz kimlar? Rahmat. Bugun sizga toza maskalarni o'tmay qarang, men sportlarni kiyib. Rahmat. Yaxshi turatgan bo'lsangizlar, tekrar xush keldingiz bugungi programmaga. Bilasiz, bu programmaning minishi savol-javob bilan ekran oldida ko'rayotgan qarindoshlarimizga sizni tanishtirish. Shunga bo'lsa, eng avval hozirgi kunlaringiz qanday o'tyapti deb bilsangiz. Men bu korona vaqtida men ikki qizim bilan o'tirib, bilatlaştık qilib, bilat tomoq yeb, ham topshiriqlarni ishlatib, hamma o internetda dars oldi qizlarim, dars ilib, men o'qiyapman, men dars ilib, topshiriqlarni ishlab, shunday o'tyapti. Aktivite aytibdi herhalde öyle. Kesinlikle. Amsa Nadira, sizni to'yganlarga jiq bo'lish kerak. Ammo bu ekran oldida sizni tanımaydigan qarindoshlarga o'zingizni bir qisqacha ammo tartibli bir tanıtib bersangiz, tanib olsa. Men G'ulsharda tug'ildim. Boshlang'ich bitiribla Urumchidagi san'at maktabida usulga o'qishga bordim. Bu yerda 4 yil o'qib bo'lgandan keyin davomli o'qishni qaror qilib, to'liq kursda o'qidim. To'liq kurs o'qigan chog'da teatrda o'qidim, aktyorlikda. Undan keyin 4 yil o'qib bo'lgandan keyin bitirib, bir yildak televiziya stanlarida praktik qilib ishladim. 2007-yildan boshlab G'uljaga ketib, G'uljada 2-fanda usul o'qituvchisi bo'lib ishladim taki 2011gacha. 11-oyda Gollandiyaga keldim. Rahmat Nadira, qarang so'ramasak bilmayotganmiz, o'qigan kasblaringizni, ishlagan yerlaringizni nihoyat jiqsan qilib ekansiz. Rahmat sizga. Amsa tavsiya qiladigan kitobingiz yoki tavsiya qilgan kinoringiz qanday ish qilib, ko'rmanlarga tavsiya qiladigan bir narsangiz bo'lsa, sizdan olsak.
Men bu uyda o'tirish mezgilda menga eng ta'sir qilgan bir kitap bor. Balki ko'rmanlarni o'qib bo'ldi deb o'ylayman. U kitap chiqqani uzoq bo'ldi, lekin menga bek ta'sir qildi. Bu kitap sahar soat 4:20dagi Harvard. Bu kitapni o'qisam bir xil o'qigim keldi. Bu kitapda hamda vaqt bek so'zlanuvchi, vaqtimizni ma'naviy o'tkazish, vaqtdan yaxshi foydalanish. Şu en mühim narsa şu. Çünkü biz vaktimizni bir xil do'stlarimizdan telefon paranglashib yoki Netflix kino ko'rib degandek o'tkazishimiz ba'zanda. Lekin bu kitapda vaqt pek mühim, vaqt pek qimmatlik. Shu so'zlanuvchi. Shunga ko'rmanlarga bu kitapni o'qib beqishga tavsiya qilaman. Rahmat, nihoyatda yaxshi kitap ekan. Bo'lsa, albatta bilsangiz men o'qishni xohlayman. Unda bo'lsa, oldimizdagi savol, ko'nglingizda qolgan ish, qilolmay qolgan, esitib qolgan bir ishingiz bo'lsa, unda bilsangiz. Meningki ko'nglimda, hey, mashina qilsam bo'pti-ka degan esitib qolgan ishim, o'zimning kasbini qilolmaganimga pushaymonim bor. Shundoq. Oldin qismdim dedim men. Bizning Uyg'urlarga bu san'at bo'libmi, san'at bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlarning sakinasi nihoyat oz yoda yo'q bo'lg'achqa mushtaq yillarning yog'zi vatan o'qib chiqqan sizdek san'atkorlar nihoyat jiq. Bularga afsus sakin yo'q, fursat yo'q, shunga qilolmayotdi. Xudoyim buyursa mushtaq bir-birimizni yo'lab, bir-birimizni qo'llasak, kelgusida vaqtimiz bor, qilishga fursat chiqadi deb o'ylayman. Rahmat, amsa uningdan sirt yana bir savolim, Uyg'ur Yevropa ansamblga qanday a'zo bo'ldingiz? Men bu ansamblga Tayirjanningki tunishtirishi bilan a'zo bo'ldim. Shunga Tayirjonga rahmat aytaman bu yerda. Unda Tayirjonga men rahmat aytay. Bu qitimqi program bilan ikkinchi a'zo bo'lsiz Tayirjon tunishtirgan. Muxtar Kamul emas, Tayirjonning hali to'kpis ko'pkan. Tayirjonga rahmat. Amsa har bir qismqi san'atkorlar programmasining o'ttirda sundigan so'g'ingiz sifatida bir usul ya da bir naqsh talab qilish niyatim bor, ammo men YouTube'da bir sizning usulingizni bayqab qoldim. Boshda ko'rgan vaqtimda sizmi emasmi deb shunday zinchilab qaradim, ammo oxirida siz kelganingizni bilib, shunga bu bugungi programmaning o'ttirda shuni ko'rmalak va ko'zda baqay to'nalamdi deb o'yladim. Qanday qaraysiz? Bo'ldi, chataq yo'q. Unda men qo'yay, ko'rib baqaylik. O'ylandiki ujmangni bir shahira bo'ldi, bir shahira bo'ldi. Sen yarimning dardida yurak bag'im kabob bo'ldi, yurak bag'im kabob bo'ldi. Ravobimning tarsini cho'qib oldi tumuchuq, cho'qib oldi tumuchuq. Kelgin yarim oynaylik, siz chiroyli biz ochiq, siz chiroyli biz ochiq. Senden boshqa yar yo'qda kuyib bo'ldi demsan, kuyib bo'ldi demsan. Kuyib bo'ldi demsan. Kuyib bo'ldi demsan. Nadira, usul degan o'ynab, sekinni astin-ustin qilyaptingiz. Buni ko'rib qanday ta'sir keldingiz? Buni ko'rib, birinchi bo'lib menga ta'sir qilgani, ajab vaqtganman, ajab o'ribdikanman, chunki hozir samir ketdim emas, bu vaqtdagi o'ribqim qarab, bir xil havas qilib ketdim o'zimga. Shunday yaxshi turibsiz. O vaqtida men o'ziga tushliq, hozirmi o'ziga tushliq. Ammo haqiqatan mening o'ylaganim u naqshini jonliq qilgan sizlarning usulinglar bo'pti. Bak yaxshi ko'rdim. Shu usullik ko'rinishlardagi usulni men ishlagan shu mezgilda. Shunga bir xil bu har bir qatim bu usullarni ko'rsam bir xil hayajonli ketaman. Shu demismi toza hayajonlandek o'ynab turgansizlar usulni. Savollar davom qildi. Bugungi kunlarda nimani sevgandingizmi shu o'ylab qolgan vaqtda? Men
men şu korona vaqtlarda uyda oturup ballarım bilen birga tamak yep birga vaqtni ötküzsem-mi, lekin mening sevgan işim şu ansambldagi a'zolar bilan tezroq ko'rishib, özümüzün kasbini qildigan bir sharoitni hazırlab, özümüzün kasbini joriy qildirsak degan narsani bekrak o'yladim. Chunki shu o'zimning kasbini qilsamchi bir xil kunim bo'lsin, o'zim yaxshi ko'rmay emasmi bu kasbni, bir xil ma'nilik o'tidi. Ma'nilik his qilmayman. Şu. Biz aslında bu yıllık planımızda zaten 2 kıtımlık konsertimiz vardı. Emelden kaldı. Afsus. Ama vakti kilolu yana. Devam kusualım. Bu muşu korona dediniz. Bu C19 tügüse jügelep berip qılmakçı bolgan işiniz. Жүгіріп qilmoqchi bo'lgan ishim qizim bilan dengizga berib, qizlarim dengizda o'ynasa, men yangratqo'rimni ilib, lirik muzikalarni qo'yib, osmonga qarab xayol sursam. Shuni Romantik işini birini sevganipsiz. Yaxshi. men bir xillik kayfiyatimga bog'liq, bir xillik kayfiyatim shundoq bir xil jushqun bo'lib ketsa, bir xil jushqun muzikalarni anglashni yaxshi ko'raman. Bir xil kayfiyatim bir xillik sen anda-manda qolsan liriklik muzikalarni, ham bir xillik yerib qolsam liriklik muzikalarni anglashni yaxshi ko'raman. Rahmat. Şu. Qizlaringizning ovozini anglayotdi. Ekranga ko'rayli. Chaqira. Cho'ng qizim Diluz, kichik qizim bak Xatinchaq, o kelishni xohlamadi. Şu cho'ng qizim hozir. Dinimda turgan. Chiroyli. Assalomu alaykum qiz. Alaykum assalom. Tamam. Hamsi suallarım oxirlashib qoldi. Nadira bo'lsa programmaga, ko'rmanlarga deydigan ko'ngil so'zingiz bo'lsa, shuni olib qolsam, ondan keyin programmaning bu san'atkorlar programmasining oxirida ko'ngil so'zingizni sunsangiz, shuni bilan xo'shlashsak. Meniki ko'rmanlarga deydigan tavsiyalarim bo'lsa, Xushmo'minjonninki san'atkorlar programmasini boshdan oyoq ko'rib chiqishni umid qilma, ham tavsiya qilma. Shuning bilan birga, shu Uyg'ur Yevropa ansambldagi har bir a'zoning kasbiy bilimlaridan foydalangan yerlari bo'lsa, foydalanishini umid qilma. Rahmat, ko'p rahmat. Unda bo'lsa, o'zingizning ko'ngil so'g'isi, qanday ko'ngil so'g'ingizni aldingiz, shuni bo'lsa bir deb, ananikin o'rnab olsangiz, shuni bilan xo'shlashsak. Men oxirida programmaninki ko'ngil so'g'iti sifatida kichik do'stlarga eng yaxshi ko'radigan cho'chaklardan bir cho'chakni o'qib berishni o'yladim. Kichik do'stlarning yoqtirib anglashini umid qilaman. İyiqçaqның mehman chaqirışı. Burunqi zamanda bir tulki bar bo'lib, u bəkmi o'rin, bəkmi oshko'z ekan. U xalqlarning narsalarını o'g'irlab yeydi ekan. Qo'sqi to'yganda bo'lsa,
tizem barman depdi va iyiqchaqning uyiga qarab minibdi. İyiqchaq nayda aldirash bo'lib ketibdi. U bilijan, ustixon, qurut qatorliq narsalarni ustal ustiga tizibdi. İyiqchaq ishining chekilganini anglab, "Kim?" deb so'rabdi. Aslan, "Men, Aslan!" debdi. İyiqchaq ishini ichibdi. Aslan ilib kelgan tortni İyiqchaqqa beribdi. İyiqchaq, "Rahmat sana. Üsteldeki nazı nimetlerini xalığancha yegin" debdi. Aslan, "Ustixon, qurut deganlar bilan xo'shim yo'q. Bilijonga men bek amroq" debdi. Aslan amli o'ltirib turishiga seriq kuchukmi so'g'itini ko'tarib kelibdi. İyiqchaq seriq kuchuknimi nazı nimetlerini yeyishga taklif qilibdi. Seriq kuchuk, "Qurut, bilijon deganlar bilan xo'shim yo'q. Men so'ngakka bek amroq" debdi. Angacha xo'rozni yetib kelibdi. İyiqchaq unimi tamoqqa taklif qilibdi. Xo'roz, "So'ngak, bilijon deganlar bilan xo'shim yo'q. Men qurutga bek amroq" debdi. Bu chaqda ishi qattiq chekilibdi. İyiqchaq, "Sen kim?" deb so'rabdi. Tulka, "Eshikni tez och, men Tulka" deb vaqirabdi. İyiqchaq cho'chib ketib, "Aslida bu ablaqkanda" deb ko'pchilik bilan bir amal tepibdi. İyiqchaq uy solxonda ichib qolgan toshlarni do'stlariga o'lashtirib beribdi. İyiqchaq ishikni ichibdi. Tulki eshikdan kiribla, "Chopsam bo'l, chopsam bo'l, yeydigan yaxshi narsalarni ekan" deb vaqirabdi. "Ola mana ola" deb ko'pchilik qo'ldagi toshni tulki qarab etibdi. Tulka voysigan peti qochib ketibdi. Ko'pchilik xo'shal-xo'ram o'ynabdi. Ko'ngillik o'tibdi. Kichik do'stlar, yaxshi ko'rdinglarmi? Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, men intayin xushal bo'laman. Rahmat sizlarga. Rahmat Nadira, cho'chkingizga, bugungi bu programma qilib bergan gaplaringizga, amsa doim bir seni ko'rishga nasib bo'la. Bo'ldi. Biz Allohga omonat. Ma'qul, rahmat Mamajon sizga, rahmat. Allohga omonat. Xo'sh.